Assalomu obunachilar, sizlar bilan bugungi videoda server ochishni o'rganamiz. Birinchi bo'lib new degan tugmaga bosib, bu pelushcha o'ngga ko'rsatilganga kiramiz. Keyin name degan server name deganga chiqmayapti. Server name deganga server deb yozamiz. Keyin chiqamiz. Adres deganiga server app deganga katta play nuqta pvp craft tochka nuqta ru deb turib yozib, hech bo'lmay yozmaymiz, yo'g'iga kiramiz. Keyin chiqib ketamiz. Qaytib kelsak, mana 18 ta odam, masi 20 ta bo'lgandan keyin kirib ketish ehtimol, kirib ketamiz. 150 ta odam to'playapti ekan. Mana bu 18 ta ekan, 20 ta bo'lgandan keyin kirish mumkin. Hammaga xayr. Like bosib obuna bo'lib ketasizlar.